Assalomu alaykum. Avvalambor, mehribon xalqim, bolajonimni duo qilib, qo'llarini duoga ochib turgan mehri daryo, qalbi pok insonlar. Hurmatli Saidim Shavkatovna, bu murojaatim shaxsan sizga. Iltimos Shavkatovna, Saida Shavkatovna, iltimos sizdan. Bizani ham birgina kelib o'g'limni ko'ring. O'z ko'zlaringiz bilan kelib ko'ring. Shu bolamga kuchli mutaxassislar kerak. Yordamingiz kerak. Ayolni qalbini ayol tushunadi. Men ishonaman, siz kelib bir martagina ko'rsangiz mana shu bolani kuchli mutaxassislar yo'llattirib, nazoratga olib, hayoqqa turishiga yordam berasiz. Allohim mehribon, Allohim bolamga shunchalar shifo beryapti. Faqat ko'rlardan to'yinib ketdi bolam. Kerak emas, bilib bilmay. Ko'p qilinayotgani kerak emas. Bolam sog'ayishi uchun yurtimizda kuchli professorlar kerak. Nazoratga olib yordam beringlar. Men yo'linib yolvorishdan charchadim. Yurtimiz rahbari chiqargan yordamlarini suratlar, videolar bilan yopib, qilinganini qo'shib chatishlaridan charchadim. Davlat to'kisligicha menga yurtimiz rahbarining yordamlari yetib kelmasa-da, 2 yil, 1 yil oldin qilingan yordamlar bilan murojaatlarim yopilib ketyapti. O'zlarini farzandlari bo'lsa shunaqa yotarmidi? Manam onaman-ku, bolam uchun yordam so'rayapman-ku. Jonimni berib qarayapman bolamga. Alloh ko'rib turibdi. Iltimos, Saida Shavkatovna, keling. Iltimos so'rayman, birgina keling. Bizga hamma tarafdan yordam kerak, shu bolam uchun yordam kerak. Ko'zlarim mo'ltirab, onajon yordam bering deganday yotibdi. Gapirishga harakat qilyapti. 4 yashar qizchasi dadasini qo'lidan tortib, "Dadajon turing" deyapti. Qaysi biriga kerak? Dunyodan erta ketgan 23 yoshli o'g'limni sog'inchigami? 29 yoshda yotgan bolam 5 yildan beri bir so'z aytolmay ko'zi mo'ltirab yotganigami? Nabirachim mani ayadib dadasini turishini kutayotganigami? Kimdan yordam so'ray? Kimdan? Qayta telefon qilib yo'linib xatlar yozishdan charchadim. Yordam bering. Birgina kelib o'z ko'zlaringiz bilan ko'ring. Kutaman. Saida Mirzoyevni kutaman, sizdan iltimos qilaman.